Tak, assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana shu ko'rib turgan joyingizda xonadon sotuvga chiqdi. 14-qavat bu. Yaxshi uyimiz, lokatsiya yaxshi. 14, 15, 13-etajda sotilyapti. 84 kvadrat plus kladovkali uylarimiz. Kvadratga keladigan bo'lsak, kadastrda o'ziga 83-33 yozilgan, lekin 84 dan kattaroq agar o'lchab chiqsanglar. Yaxshi uyimiz, yaxshi xonadon, yaxshi lokatsiyada joylashgan uyimiz. Zo'r. Sizlarga xonalar bilan bitta tanishtirib o'tib ketaman. Bu turgan xonamiz spalni qilib qo'ysalar bo'ladi. Bunisini zal, chunki bunisi kattaroq. Bu yoqda kirish eshigimiz, bu yoq koridor. Sizlarga bitta ochib ko'rsatib qo'yaman. Svet yon. Sizlar aytganini qiladi. Ikkita lifti bor. Joylashgan, qo'shnilarimiz gullaga chiqib o'tib ketgan. Bu yoqda ikkita lifti bor, passajirniy, грузовой, bular o'chmaydi. Tepada quyosh batareyka bilan pastda generator qo'yilgan. Kafilda terib joyli qilib qo'yilgan koridorni ham ko'rsizlar. Uyimizning raqami 56-xonadon. Kirish eshigimiz mana shunaqa koridor joylashgan. Uzr o'tib ketdim. Kladovkani ko'rsataman. Kladovkalar mana shu. Kitobxon oila oladigan bo'lsak, kitobxon oila oladigan bo'lsak, bunda polkalar qilib kitob qo'yadigan joy qilib qo'ysanglar bo'ladi. Agar banka sankalar ham taxlab qo'ysanglar bo'ladi. Farqi yo'q. Aytib o'tib ketdim, bunisini spalni, bunisini zal qilsanglar bo'ladi. Ochilsin. Bunisi oshxona ekan, ko'rib turibsizlar. Bitta kenayimga mana bu yerga chiroyli qilib, 3 etajli polkali qilib oshxona mebel qilib berasiz. Kenayim mana bu yerga qarab, dalaga qarab ovqatlarni pishiraveradi. Mana bu yerdan shunday suv o'tgan. Parkovkalar bor, ko'rib turibsizlar, bemalol o'zlaring olsanglar bo'ladi. Meni ham mashinam mana bu yerda yotibdi. Yaxshi joy. Tak. Mana bu yerda Flores Garden bog'i bor. Metroga 1,5-2 kilometr atrofida chiqadi. Maktab bog'cha shu orqasida 100 metr chiqadi maktab bog'chaga. 5 etajli yangi qurilgan maktab, 3 etajli yangi qurilgan bog'cha. Zo'r lokatsiya. Bu yoq родительский spalni. Ota-onalar uchun. Mana bu yerga shu spalningizni qo'yasiz, chukki. Bu yoq dala. Mayli, hovliga qaragan joy, hovliga. Bu yoqda ham parkovkalar bor, o'ziga yarasha. Skoriy kimgadir qon bosimi ko'tarilgan baland etajga. Bu yoqda plashatkalar bor, ko'rib turibsizlar. Yosh katta xolalarimiz uchun mana bu yerda besetka qilib qo'yganmiz. Bemalol chiqib mahallada nima gap, nima so'zligini gaplashib o'tirsanglar bo'ladi. Bu yoqda ko'rinmayapti, men bu domborlik qilyapti. Bu yoqda ham ancha dom tushgan. Necha desam ekan? 50 ta dom bor, qarochi orqada. Shu dom orqasida maktab bog'cha bor. Bemalol mana bu yerga mashinalarni qo'ysangiz bo'ladi. Kechqurun svobodniy bo'ladi. Narigi darxon 2 yo darxon 1 ga o'shqab bardagi bo'lib ketmaydi. 3 ta dom alohida tushgan. Zo'r planda tushgan. Planlari ham yaxshi. 15-etajimiz mana bu yerda sotuvdagisi. Mana shu yerda. Sizlarga pastda nomer qoldiraman, yo'l bog'langlar. Narxini aytdim, sekret qilib qolaman narxini. Telegram kanallarimga o'tsam, o'tsanglar, bilib olasizlar narxlarni ham. Aytguncha sanozilni ko'rsatmayman. Ko'rsatib o'tib ketay. Svet o'chib qolgan, svetga pul to'lamaganmiz. Shunga endi qachon natal qilsak, o'shanda to'layveramiz svetiga pulni ham. Atak svet, gaz, suvlari kelgan, hamma narsasi bor. Notariusdan 00 qilib nomlaringizni o'tkazib beramiz. Qanaqa qarzdorchilik yo'qmi, zapret yo'q. Toza uy, naqdga olingan uy katlavandan. Shoshilib qo'yinglar. Bunaqa uylardan o'zi sanoqli qolyapti, sotilib ketyapti. Narxini aytganimdek aytmayman. Pastda nomer qoldiraman, bemalol bog'laninglar. Yo bo'lmasa, agar bog'laninglaring kelmasa, shuni Telegram kanalimga o'tib obuna bo'lib qo'ying, narxini bilsanglar bo'ladi. Sog' bo'ling, salomat bo'linglar.